Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar va motosini kuzatuvchilari. Sizlar uchun yoz mavsumi uchun cho'ntek modelli skuterlarimiz kerak. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlar 5 tali akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Yurish kilometri 50 kilometrdan ko'proq yuradi. Miya motorlari esa 500 vattli miya motorlar bilan jihozlangan ekan. Yurish tezligi bemalol 30-35 tezlikgacha chiqa oladi. Bu yerda esa JK modellarimiz yangilangan variantlari, oldi tormozlar jilkisli, orqa tormozlar trosga qo'shilgan. Akkumulyatorlar 5 tali, miya motorlari ham 500 vattli miya motorlar bilan jihozlangan. NFC kartalari mavjud. Yurish kilometri 60 kilometrdan ko'proq yura oladi ekan. JK modellarimiz ikki xil variantda mavjud ekan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. O'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Bundan tashqari aka 3 g'ildirli skuter desam xolasini mana bunday turdagi Jimpe modelimiz ancha katta qilib ishlangan, tepalari ham kerak, ancha dizaynlari ham moshni qilib ishlab qo'yilgan. Bu yerda skuterlarimizdagilar hammasi 60 kilometrdan ko'proq yura oladi. Xolasizlar 3 kishili, xolasizlar 1 kishili, xolasizlar 2 kishili variantli skuterlarimiz ham bor. Xolasizlar cho'ntek modellarimiz arzonroq variantlari. Mana bu yerda esa bo'ldi akalar. Eski modeldan akalar, eski model yangilangan variantda akalar, arqa oldi tormozlar, jitkisli tormozlar bilan jihozlangan, faralari ham ancha chiroyli qilib ishlangan. Bu esa JK variantlarimiz 14 razmerlilari. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlar 4 tali, bemalol 30-40 kilometrgacha yura oladi. Bular esa cho'ntek modellarimiz akalar. Bular ham akkumulyator 4 tali, faqat bular 50 kilometr yuradi. Sababi akalar 12 amperli akkumulyator, 20 amperli akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari barcha turdagi zapchastlarimiz ham mavjud. Xolasizlar akkumulyator, kaska, mayda-chuyda barcha turdagi zapchastlarimiz bor ekan. Bemalol pastki numeradagi telefon kelishingiz mumkin. Akalarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.